Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng ekraningizning pastki qismidagi profil tugmasini bosing. Shundan so'ng hisobni to'ldirishingiz yoki bo'lmasam obunani sotib olishingiz mumkin. Obuna bo'lish sahifasiga kirsangiz, Musofir Show tarifini topasiz. Sizga taqdim etilgan 30, 90 yoki 180 kunlik tariflardan birini sotib olishingiz mumkin. Diqqat qiling, siz sotib olgan tarif muddati davomida Musofir Showda ishtirok etish imkoniyati saqlanib qolinadi. Ya'ni agar siz 6 oylik tarifni sotib olsangiz, keyingi 6 oy ichida o'tkaziladigan barcha Musofir Show sonlarida ishtirokchi sifatida qatnasha olasiz. Ya'ni 6 oylik tarif uchun beriladigan 100 ta imkoniyat shu muddat ichida o'tkaziladigan barcha sonlarda amal qiladi. Keraklisini tanlagandan so'ng sotib olish tugmasini bosing. Agar shaxsiy hisobni to'ldirgan bo'lsangiz, shaxsiy hisob orqali sotib olishingiz yoki bank kartasini biriktirishingiz mumkin bo'ladi. Bank kartasi haqidagi barcha tegishli ma'lumotlarni kirgizganingizdan so'ng, siz to'lov tizimining maxsus sahifasiga yo'naltirilasiz va kartangizga biriktirilgan mobil raqam orqali SMS kodni tasdiqlab, hisobni to'ldira olasiz. Aktiv obunalaringizni esa mening obunalarim sahifasi orqali kuzatib borishingiz, keraklisiga avtomatik yangilanish funksiyasini yoqishingiz mumkin bo'ladi.